hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Yevropa Parlamentiga a'zo 38 davlat Xitoyning jinoyatini tekshirishni talab qilgan birlashma maktub imzoladi. Yevropa Birligi majburiy emgakdan ishlangan mallarni cheklaydigan bir qonun loyihasini tayyorladi. Xitoy vakili Umkining Angliyaning ayol podshohi Elizabet IIning tobutini ziyorat qilishi cheklangan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Yevropa Parlamentiga a'zo 38 davlat Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasining bosh taftishi Karimxonga Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik shundaqla insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarata tekshirish olib berishni talab qilib birlashma imzoliq maktub sundi. Yevropa Parlamentiga a'zo davlatlar sungan bu maktub dastlabki qonunning 15-moddasiga binoan 2020 yil iyulda Sharq Turkiston sürgünde hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati va Xitoyning jinoiy qilmishlarining ziyonkashligiga uchraguvchilari tarafidan sunilgan ayibnoma asosida yozib chiqilgan. Bu ayibnoma sunilgandan beri Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasi Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan bostirishlari to'g'riliq yana 3 qatim kuchlik isbotlarni topshirib olgan. Yevropa Parlamentiga a'zo davlatlar imzo qo'ygan bu xatda o'zimizning xizmat vazifasida o'tirib bu isbotlarni nazardan soqit qilish bizga borgan sari ta'sir qilyotidi. Shundaqla mas'uliyatsizlik qilayotgandek tuyulyotidi. Biz sizlarning bu tekshirishni vaqtida echib, ziyonkashlikka uchragan sonsizlagan kishilar uchun adolat barpo qilishinglarni hamda Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan vahshiyliklarning texmi yomonlashishining oldini olishinglarni umid qilamiz deyildi. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi bu haqda biz Yevropa Parlamentiga a'zo davlatlarning Xalqaro jinoyatlar sudiga Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarga qarata tekshirish olib berishni talab qilib yozgan xatini qarshi olamiz. Uyg'urlarning mavjudligi vaqtning xirsiga uchrayotidi. Xitoy hukumati Uyg'urlar butunlay qirilib ketishdan burun cho'qim jazoga tortilishi kerak. Shu sababdan biz boshqa hukumat, parlament va xalqaro organlarni Xitoy hukumatining jinoyatlariga qarata tekshirish olib berishni talab qilishga chaqiriq qilamiz dedi. Yevropa Birligi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Yevropa bozoriga kirgizilishini cheklaydigan bir qonun loyihasini tayyorladi. MSN xabar kanalining çarşamba kundagi xabariga qaraganda, Yevropa Birligi tayyorlagan bu qonun taklifi Yevropaning sanoat sohasi, ish bozorlari, import va eksport mahsulotlarini nishon qiladi ekan. Kengashning bayonotiga qaraganda, barliq sanoat sohasi va qit'alarda 27 million 600 ming kishi majburiy emgakka solinganligi uchun bu keng doiralik tirishchilik intayin muhim ahamiyatga ega deyildi. Qonun taklifiga qaraganda, Yevropa Birligiga a'zo davlatlar bir mahsulotning majburiy emgak orqali ishlanganligini tekshirish orqali aniqlab chiqish natijasida bu mahsulotni bozordan chiqarib etish huquqiga ega bo'ladi. Bozordan chiqarib etilgan mahsulotlar yo'qotiladi. Bu tür mahsulotlarning Yevropa Birligi chegarasiga kelganligi aniqlansa, Yevropa davlatlaridagi tamojna xodimlarining chegaradan kirgizmaslik huquqi bor. Bu qonun taklifini Yevropa Parlamenti va Yevropa Kengashi qabul qilishi lozim. Teklif qabul qilinsa, Yevropaning rasmiy gazetida e'lon qilinib, 24 oydan keyin ijro qilinadi. Agar qonun ijro qilinsa, buning ta'siriga uchraydigan mahsulotlar kash, kiyim-kechak, biliq, kakao, yog'och materiallari qatorliqlar ekan. Majburiy emgakdan ishlangan mallarning kirgizilishini cheklashga aloqador taklif tunji qatim Yevropa Birligida kun tartibga kelgan. Majburiy emgakdan ishlangan mallarning Yevropaga kirishini cheklashni chaqiriq qilgan qaror loyihasi 6-oyda qabul qilingan. Xitoy vakili Umkining Angliyaning ayol podshohi Elizabet IIning tobutini ziyorat qilishi cheklangan. Turkiyada chiqadigan Oydinlik gazetining 16-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Angliyaning poytaxti Londonga joylashgan parlament faoliyat qiladigan Westminster sarayida 9-sentabr kuni ayol podshoh Elizabet IIning ommaga etilgan tobut ziyoratiga Xitoy vakili Umkining qatnashishi cheklangan. Politico va BBC'ning xabariga qaraganda, Angliya parlamenti Tuvan palata Avom palatasining boshlig'i Sir Lindsey Hoyle Beijingning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababidan Xitoyni ayblagan Angliya parlamentining 7 a'zosiga sayohat cheklamasi va mol-mulkini to'ng'itishdek jazo yurgizganligi sababidan Xitoy vakili Umkining Westminster sarayiga kirish talabini rad qilgan. Xitoy Angliya parlament a'zolariga jazo yurgizgandan keyin Xitoyning Angliya parlamentiga kirishi cheklangan. BBC bu cheklashning Angliya-Xitoy munosabatidagi jiddiylikni texmi kuchaytirganligini sharhladi. Bu vatan jondan so'yganlarningdir. Ishqida gulxon bo'lib ko'yganlarningdir. Vatan deb jihodga yurganlarningdir.
Vatan deb qon ter tökkenlerningdir, jallatqa qarshi musht tükkenlerningdir. Canning rishtini bağlab vatanga, labbay deb har zaman uning amriga, darmon bo'lib xalqning tortgan dardiga, har nafas ko'rashni pukib qalbiga, hayotni bu yo'lda berganlarningdir. Vatanning nomusini oqlamoq uchun, Xitoyning taxtini og'dirmoq uchun, xalqni zulmdan qutqizmoq uchun, o'rlikning mash'ilini yondirmoq uchun mardlarcha jon bergan shehidlarningdir. Mərhum şairimiz Abdülaziz Mahsumning Bu vatan kimning nomli she'ridan elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köngün alaq üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.